Hammaga xayrli kech. Charchmabsizlar, tuzg'unsizlar. Hop, tresh mavzulardan yana bittasi. Telefon qilishadi. Uyimizni sotib bering, narxini chiqarib deydi. Qo'shnisini uyidan narx chiqaradi o'zini uyiga. Допустим, yaqinda bo'lgan voqea. Aynan bizga zvonok qilayotgan insonni uyini uyi bo'yicha telefon bo'ldi-da. Qo'shnilarining uyini biz sotganmiz-da, lekin bizga yetyaptilar. Qo'shnim 100 mingga sotibdi. Meniki ham ketib qoladimi shunaqa narxga deyaptilar. Qo'shnilarniki 2-qavat, bizga murojaat qilayotgan inson uylari 3-qavat. Nima aytmoqman, qo'shningiz 100 mingga sotibdimi deyapman-da. Mana deyaptilar. Qachon sotibdi deyapman-da. 3-4 kun oldin sotuvdik biz o'sha uyni. Shu 3-4 kun oldin deyaptilar-da. Ismlarini aytaman, falonchi insonmi deyapman, ha deyaptilar-da. Nima aytmoqman, biz o'zimiz 80 mingga sotdik-ku uyni deyapman-da. Hayron bo'lib qolyaptilar. Shu uchun o'rtoqlar, qo'shnilarning gapiga ishonib turib, narx chiqarmaydi, chunki sizlar tepasida bo'lmagansizlar, notariusda pul sanamagansizlar. Shunga ahamiyatli bo'ling.